27-savol. 46,6 gram glitsin, alanin, serinli tripeptid. Glitsin degani alanin, serin degani. Tripeptidni to'liq gidrolizlanishi uchun necha gram suv sarflanishini hisoblang debdi. Birinchi aminokislotalarni formulasini bir eslatib qo'yamiz. Aminokislotada mana bu guruh hech qachon o'zgarmaydi. NH2 SOOH. Bu yoqda radikal joylashadi. Mana radikal. Radikal o'zgarib aminokislotalar turlari kelib chiqadi. O'sha radikal qanday o'zgaradi? Qaysi radikal bo'lsa, qaysi aminokislotaligi mana bu yerga yozib beraman radikallarni. Mana. O'sha birinchi radikalimiz agar radikal o'rnida H bo'lsa, mana bu yerda H qo'yilsa, bu aminokislotaning nomi glitsin deb ataladi. Ikki aminosirka kislota ham deyiladi. Tarixiy nomi glitsin. Qisqartmasi gli deb yoziladi. Glitsin. Endi agar radikal o'rniga mana bu joyga radikal, metil radikal qo'ysa, CH3 radikal qo'ysa, mana radikalga. Bu alanin deb ataladi. Tarixiy nomi alanin, qisqartmasi ala deb qo'yiladi yoki 2 amino propan kislota deyiladi. Xo'sh, kitobda bor keraklilarni yozib beraman. Agar radikal o'rnida CH2 bilan OH qo'yiladigan bo'lsa, bu yerda CH2 OH qo'ysa, serin deb ataladi bu. Serin. Qisqartmasi serin, ser deb qisqartiriladi. Boshida 3 ta harf yoziladi qisqartmasida. Agar bu radikal o'rnida CH2 bilan 6 gugurt H bog'lansa, bu sistein deb ataladi. Xo'sh, bunaqa mana bu radikalga CH2 bilan 6 gugurt qo'ysa, sistein. Bu cis deb ataladi. Qisqartmasi sistein. Agar shu radikal o'rnida CH2 bilan fenil radikal yopishsa, CH2 pastda benzol halqa. Mana bunday. Shunaqa halqa yopishadigan bo'lsa, bu fenil alanin deyiladi. Mana bu alaninda bu yerga fenil radikal keldi-da. Fenil alanin deyiladi. Fenala deb qisqartiladimi? Fena deb qo'ysa kerak menimcha, qisqartmasi. Xo'sh, agar radikal o'rnida endi radikal o'rnida CH2 SOOH qo'yiladigan bo'lsa, jami uglerodlar bu yerda 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta uglerod, 2 chekka karboksil. Mana bu ikkinchi uglerodda amino guruh bor. 5 ta uglerod, 2 ta chekka karboksil, amino guruh bor. O'zi 5 ta uglerod dikarbon, 2 ta karboksil kislota bu glutamin glutar kislota deyiladi. Bu yerga amino guruh qo'ysa, glutamin kislota, ya'ni amino kislota. Glu deb yoziladi menimcha, glu qisqartmasi. Agar shu radikal o'rnida CH2 jami uglerodlar 1, 2 radikal D bilan 3, 4, 5, 6 ta. Yana CH2 qo'yib, bu yerga NH2 qo'ysa amino guruh. Bu mana shu radikal o'rniga qo'yilsa shu radikal. Buni nomi lizin deb ataladi. Diamino kislotaga misol bo'ladi. 2 ta amino, 1 ta karboksil. Lizin. Liz deb qisqartiriladi menimcha. Lizin. Mana. Demak, kitobda bor aminokislotalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta aminokislota berilgan. Demak, shularni yodlab qo'yish shart. Endi bizda berilibdi glitsin, alanin, serin. Ana ketma-ket shu 3 tasi berilibdi. Shularning molar massasi kerak bizda hisob kitob uchun. Glitsin molar massasi 75 bo'ladi. O'zi mana bu guruhda o'zi doim 74 bo'ladi massa jihatdan. 74. Hamma aminokislotada o'zgarmas guruh 74. Unga radikal vodorod 1 qo'ysa 75. Alanin molar massasi 89 bo'ladi. Sabab guruh 74. CH3 guruhni qo'shsa, ya'ni 15 ni 89 bo'ladi. Serin molar massasi esa 105 bo'ladi. Xo'sh, nimaga? Mana bu joy 74.
Bu joyi esa 31 SH2OH massasi. Qo'shsa 105 massa bo'ladi. Endi shularni tripeptidi bor ekan, ya'ni bir-biriga bog'langan tripeptid. Tripeptidni qisqa qilib mana bunday qilib yozib olamiz. Glitsin bog'langan alaninga, alanin bog'langan seringa. Shu tripeptidni gidrolizlashga 2 molekula suv sarflanadi. Tripeptid orasida ikkita peptid bog' bo'ladi. 3 ta aminokislotali tripeptidda ikkita peptid bog'ga ikkita suv kerak. Nechta pentapeptid esa bitta kam bo'ladi doim, 4 ta suv kerak bo'ladi. Doim masalan 100 ta aminokislotali qoldiqli oqsil desa, demak 99 ta suv qo'shiladi. Doim bitta kam bo'ladi, chiziqli bo'lsa. Agar halqali oqsillar desa, nechta aminokislota bo'lsa, shuncha suv qo'shiladi. Bitta kam bo'lmaydi. Chiziqlilar hammasi doim bitta kam suv ketadi. Aminokislotalar sonidan 3 ta aminokislota bor, 2 ta suv ketadi. Bu yerda kelib chiqadi glitsin, bosh harfini yozib yozyapman, alanin va serinlar kelib chiqadi. Serin. Mana. Bu yerdan ajratib qo'yamiz. Mana. Endi molyar massalari mana bu 3 ta aminokislotaning molyar massasi bor, 75 molyar massa glitsin, alanin 89 molyar massa, serin 105 molyar massa. Hammasini qo'shib, bu tarafda ikkita suv 36 ni ayirib tashlasa, mana bu tripeptidni molyar massasi kelib chiqadi. Mana bu tripeptidni molyar massasini topishda oson usul shu. Tarkibga aminokislotalarni qo'shib, suvni chiqarib olamiz. Demak, 105, 89, 75 ni qo'shadigan bo'lsa, mana bu ikkitasi 194 bo'lyapti. 194 ga 79 ni qo'shadigan bo'lsa 269 bo'ladi. 269 dan 36 ni ayiradigan bo'lsa 233 bo'lar ekan. Mana bu tripeptidni molyar massasi. Bunga 36 gram suv sarflanyapti. Savol bo'yicha 46,6 gram mana shu tripeptidga qancha suv sarflanishini topyapti. 2 marta katta 466, 10 marta kam 46 yo'q. 2 marta katta 72, 10 marta kam 7,2 gram suv sarflanadi degan javob chiqadi. Demak, javob B javob kelib chiqadi.